Zolotoy kanalida qarzim bor, meni zapret bormi, zapret qo'yganmi, Rossiyadan chiqib keta olamanmi yo'qmi deb juda ko'p odam bizga aloqaga chiqadi. Buni hammasini o'zingiz oddiy, o'zingizni telefoningizdan osongina ko'rib bilib olsalaring bo'ladi. Bepul. Buni sizlarga hozir hammasini ko'rsatib beraman. Zapret tekshirish uchun ikkita oson yo'li bor. Birinchi yo'li esa xuddi mana shunday Yandexsga yoki Google'ga kirib, FSPP proverka по фамилии deb yozasiz. Mana birinchi chiqqan FSPP Go.ru ga bosib kirasiz. Bu yerda chiqqandan keyin poisk fizических лиц bosasiz. Yana pastga tushib, territorialniy organi eng pastga tushasizda, regionni bosasiz. Mana bu yerga ism familiyangizni to'ldirib chiqasiz. Polni o'zida ism familiyangizni. Xuddi mana shunday qilib ism, familiya, отчествоni hammasi kiril alifbosida bo'lishi kerak. Patentni suratiga qarab yozsalaring yaxshi bo'ladi. To'ldirib bo'lgandan keyin Night'ni bosasiz. Mana bu yerda kod chiqadi. Kodni yozasiz. 64 924. Отправить. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. По вашему запросу ничего не найдено. Bu degani sizda hech qanaqa zapret yo'q. Agar zapretingiz bo'lsa, qarzingiz bo'lsa, nimangiz bo'lsa, mana shu yerda polni hamma danilaringiz chiqib keladi. Bunda ham o'zingiz agar eplay olmasangiz, qanday qilishni bilmasangiz, mana bizning adresimizga bemalol kelsangiz bo'ladi yoki bizga aloqa qilsangiz, o'zimiz bepul, benarsa tekshirib beramiz.